Assalomu alaykum. Bugungi videoda biza Robloxdagi eng qo'rqinchli va virus tushgan joyga kirib ko'ramiz. Sizlar videoga tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshladik. Videoni boshlashdan oldin kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu joyimiz ismini tabelada bosib qo'ysanglar, o'zi chiqadi. Tabelada ko'rasizlar, men to'xtanglar, hozirlik ko'rsataman. Mana shunaqa deb yozasizlar. Mana shunaqa yozasizlar. Tabiiy birinchi bo'lib emas. Mana sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqasi chiqib keladi. Mana shunga bosasizlar. Roblox videolar biladi, buni qanaqa qilish kerakligini. Nima kirmaganlar uchun aytaman buni. Qani bo'lmasam biz bu joyga kirib ko'ramiz. Bu joy virusini men sizlarga o'zim ko'rsataman. Bekorga mana qora narsa ko'rsatilmagan. U rasmga ham o'zi virus tushgan, rasmga o'zi virus tushgan. Kirishinglar bilan oddiy joyga o'xshab ko'rinadi. Lekin aslida bu qanaqa joyligini ko'rsataman. Hozir sizlar birinchi bo'lib qani botga bormaysizlar. Botga bormaysizlar. Xonchi borasizlar. Hamsiga borasizlar. Men bu pishtisiga. Sizlarga ko'rsataman, pishtisi bor. Yana mana Sabrina degan narsa chiqib keladi. Sizlar Sabrina degan joyda yurasizlar. Tabiiy chiqqaninglardan so'ng sekin tabiiy chiqishni boshlaysizlar. Nomani Roblox'da ismini bilmoqchi bo'lsangiz, meni Telegram kanalimga o'tinglar. Videoni ostida silkasini qoldirgan bo'laman. O'sha yerda men o'zimni Roblox'dagi ismimni yozib ketaman. O'shani yozib meni ko'ra olishingiz mumkin. Hozir olishinglar 1 minut. Rasmga oldim. Voy, rasmga oldim. Tabiiy chiqadi, o'shanda videoni yoqaman. Xo'p, birinchilar, yana bizda chiqib oldi. Mana shu yerda chiqib olgandan chiqib olasizlar. Sizlar ham o'tirib chiqmaysizlar. Mana shu yerdan o'tirganni o'zingizlar ko'ringlar. Hozirlik ko'rsataman. Mana hozir. Qarang, hamma yo'q qo'yibman meni. Bu yerdan narsa chiqib keladi. Sizlar ko'rmaysizlar mumkin. Mana shu shunaqa 3 ta tochka chiqib keladi. Mana shu sakrab kirasizlar. Keyin sizlar to'g'ri yuraverasizlar. To'g'ridan noto'g'ri turgan bo'ladi. Sizlar to'g'riga borasizlar. Hozir boraveraylik-da. Keyin borganinglardan so'ng mashina ustiga sakraysizlar. Keyin sizlar teleport qilasiz. Shunaqa deb joyga. Ovoz pasaytiring. Bo'ldi. Mana bu deysizlar. Keyin bu yerda soqqiy turgan bo'ladi. Bu bratishkalar bilan biz ketdik. Lekin bir marta bilan hozir va shu qo'rqinchli bo'lganlarga men bu qo'lib bitta bratishkaga bitta uramiz. Urishchilar ko'rdim. Kirasizlar keyin. Mana shunaqa joyga teleport bo'lasizlar. Biz bu yerdan nima qilishni men ham to'g'risi bilmayman. Lekin o'zim o'ylab topdim, o'g'rishlar. Просто sizlarga virus bor joyni ko'rsataman. Bu virus bor joy. Rostdan ham virus bo'lgan. Qaranglar, mana shunaqa joy bor. Sizlarga bu yerdan hozir eng dahshatlilarini ko'rsataman. Ko'rdinglarmi o'g'rishlar? Nima bu? Bizning ustimizdan kulishyapti. Ko'rdinglarmi? Bizani bu yerda ehtiyoj oldim. Bu yerda bitta kirib qo'yganman, bitta bratishkam bo'lgan bu yerda. Bratishka hali ham bor ekanmi? Oy, bratishk. Bormisiz hali ham? Bratishkani cho'ta yo'q. Oy. Bratishk. Ay, bratishk. Mana bu kitobni qanaqadir. Mayli. Nima dog'otdi? Jump target in heaven. Yo, saktor yuruvchi nimani adizamsan bilan. Bu yerda bilmayman nima bor lekin adi shekilli bo'ladi. Max bo'lgan ekan, ismi Max. Davay, o'g'rishlar, mana shu API 2026 deb yozib qo'ygan ekan-da. Bu video 2026-yil. Xo'p. Proser. Akasi kam buni. Akasi. Yuramiz. Endi bu birinchi kirib ko'ramiz. Qizib ketaman. Mayli.
Voy, kim oldu bu? Voy, Kristal. Claire. Ben sonra notoru eteceğim. Basam uzun sorayım çünkü İngiliz dilini bilmiyorum. Köp bilmem de kulak. Oğlum ben kim bu? Ha bu sınıfta uğraşacağım. Böyle uğraşacağım. Uğraşmaya geldim. Arkadaşlar. Ben bilirsin akıl mahkum ha. Bir yoqqa. Day. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bir yoqqa. Birinci bir yoqqa borib ko'rdik. Qiziqib ketdim. Hali bir yoqqa boramiz. Mana işte birinchi boramiz. Çünkü bu da bitta yo'l, ikkita yo'l. Shekilli. Mana. Voy, xireli. Bitta yo'l. Voy. Mana buni o'zinglar ko'rdinglar shekilli. Ruslar bo'lsa mana shuni tarjima qilib ketinglar, iltimos. Çünkü ben Rus dilini bilmiyorum. İngiliz dilini bilemem. İngilizce ham uncha bilmayman, lekin yaxshi to'g'risini aytsam. Nima bo'ldi? Bratishkom turgan ekan-ku. Kim bo'ldi bu? Soqifi. Давай. Ya. Ay. Tushunmadim. Ay bratishkom, menga tema tushundingmi? Men tun sahuraman. Men shuni qaranglar. Men tun sahurni tushundingmi? Tema menga. Tema tushundingmi? Ya, bu qishloq tilini bilarkan. Aytmaysanmi menga bu? Nima bu? Voy. O'zbek tilini biladimi bu hali? Balki men sendan qalammi? Nima baxshi? Mana shu payt qo'rqdingmi sen qishloqqa? Mana ruslar tarjima qilib ketinglar, iltimos ruslar. Rus tilini biladiganlar meni. Tarjima qilib ketinglar, iltimos sizlardan. İltimos, mana shu videoni ruslar ko'rayotgan bo'lsa tarjima qilib ketinglar. Men bilmayman rus tilini. Kim bo'ldi bu maxluq qismini ham yozib ketinglar. Oy, qochib ketaman. Qochib ketaman. Mana bu qachondir qamab qo'yibdi o'g'rilar. Ey. Mana odvoramaysan. Tushundingmi meni mana shu maxluq kim? Voy. Javob qoldimi? Nima bu mana? Voy. Ko'rdinglar o'g'rilar, virus tushgan. Men bilaman bu virus tushganini. Agar yana virus tushgan joyga top desanglar, mana shu videoga 10 ta versiya qilsanglar va men buni ikkinchi qismini chiqaraman. O'zinglar xohlasanglar chiqaraman. To'xtanglar, men bittami bor, cheksiz boshliqmi? Yo'q. Ruslar kanaliga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bu O'zbek Minecraftning yangi kanali, ya'ni O'zbek Minecraft deb yozsanglar, bitta kanal chiqib keladi. O'zbek Minecraft deb yozsanglar, bu o'shaning ikkinchi kanali. Shunga obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi bu kanal ismi Abdunozir edi. Men O'zbek Minecraft deb qo'ydim. O'zimda O'zbek Minecraft yo'qdi. Hop. Sizlar bilan Abdunozir. Ikki emas albatta, oldingi ismi Abdunozir. Ikkinchi YouTube'da ismim o'zi shunaqa. Hozirgi O'zbek Minecraft. Xo'p, agar men Robloxda nickimni bilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalida yozganman. Sizlar bilan Abdunozir 2 bo'ldi. Xayr. Telegram silkani kommentariyada qoldiraman. Xayr.